2021-yilda o'zimning yaqin do'stlarim, hamkasblarim bilan birgalikda yaxshi niyatli qilib, o'zimizning bilimlarimizni ulashish maqsadida biz UZ Sartaroshlar akademiyasi, ya'ni Sartaroshlar maktabiga asos solgan edik. Ma'lum bir sabablarga ko'ra orada to'xtalish, uzilishlar bo'ldi. Akademiya faoliyati avvalgidek yurmadi. Lekin biz doim o'quvchilar bilan ishlab o'zimizning bilimlarimizni ulashishga harakat qilib turdik. Va mana hozir bugun yana yengitdan o'sha do'stlarim bilan, yaqinlarim bilan ochgan paytimdagi yana yengitdan yangi jamoa bilan akademiyamizni yana ochish niyatida turibmiz. Bugun Xudo xolasa birinchi kun. Bu vaqt mobaynida 3-4 yil mobaynida o'zi bo'lmadi. Bu komandani bu holatga kelishligiga, komandani bir joyga yig'ishligiga o'zi bo'lmadi. Faqatgina o'sha vaqtdagi bizani saralangan o'quvchilarimizdan, saralangan shogirdlarimizdan tashkil topgan o'qituvchilar jamoasi bo'ldi. Xudo xolasa bu yog'iga bilimlarimizni maksimal yana ham ko'proq insonlarga ulashishga harakat qilamiz. Jamoaviy tarzda bizlarni duo qilib turinglar. Yo'limiz aniq, maqsadlarimiz aniq. Xudo xolasa qilayotgan ishlarimiz katta bo'lmasa ham